Assalomu alaykum akalar, mana sigirni go'zalidan keldi yeb ichishlari. Akalar, bu sigirimiz 26 kun bo'pti, salkam 1 oylik 26 kun bo'pti. Suvni qo'yishib qo'yibdi aka. Mana akalar. Chiroqliq. Ko'tlari keng, eti yaxshi, bo'ylari 1.19 plus 1.20 desak bo'laveradigan akalar. Sigirimiz mana chiroqliq, oq yelin akalar. Sutlari 5 litr oshiqroq deyishdi. 5 litrga beraveramiz, yuvoshlilari akalar. Oq yeli mana qo'l tegsa to'kiladi, yerga sog'may deb sal nima qilyapmiz. Mana shunda ham sal tortishimizga ham chiqyapti akalar. Orqalari butun. Xudo xolasa 1 oylik nasib qilgan bo'lsa qochib qolgan akalar. Bu sigirimiz bolasi bor akalar. Bolasi bo'ylari 1.10 plus desak bo'laveradi. O'lchandi 1.10 plus bo'ylari. Mana 10 ajincha. Xudo xolasa qanalari toza, qora, holatlari zo'r akalar. Akalar, buni narxi 28 million. Ozgina kami bor akalar, vodiy bo'ylab dastavkalarimiz ichida. Xudo xolasa. Uchinchisiga bo'g'oz enas. 6 kurak 8-chilarini endi yorib chiqaribdi akalar. 5 litr sutga berishdi. Mana molimizning holati, bolasining holati. Akalar, qiziquvchilar bo'lsa 50 kodi bilan 907 7704 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar aka. 50 kodi bilan 907 7400 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa rossa sovib ichadigan, arziydigan sigir akalar. Aloqadamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.